Kimindir telefonu kirli, meniki bezuk. Har qalay bu seniki emas. Chunki sizlar Redmi bizda iPhone'u. iPhone'ini sotmayman o'ylaya. Bolalar rasmga tushaylik. Davlat tushaylik. Davlat kimga telefonni tushamiz? Bu seni telefoniga tushar. Haqiqatdan sizga tushaylik. Izvasa qilish. Izvasa qilib qo'rish. Redmi ishlatishni bilib turib, sen telefonga tushaylik. To'g'rimi? Hazillashyapmiz. Hazirlaring ko'tingga tiq, senlar bilan iPhone olganimda gaplashamiz. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, dunyo bo'yicha 80% kuruglar ichida bitta bo'lsa ham Redmi ishlatadigan bolalar uchrab turadi. Bo'pti, napoma bu. Qo'yish. Yur rasmga tushamiz. Bo'pti, kimning telefonida tushamiz? Seni telefoningda tushamiz. Bizimsan, ishlab bo'lyaptimi, charchamang. Oho, siz ham iPhone olganingizdan keyin yurish turishingiz o'zgarib qoldi. Polvon. iPhone olib o'zgarib qolgan bolalar haqida. iPhone olganingizdan keyin mashinani ham chirilib minadigan bo'lib ketibsiz-a? To'xta, Sarvar borib, sahnaya chiqib, hammani kuldiraman, bunaqalarni o'ynatdim, bitta shpagatga tushdi, choti yitilib ketdi, hamma kulib boramiz. Siz kulmaysiz. iPhone olgansiz, chunki iPhone olganingizdan keyin kulmaydigan bo'lib ketgansiz. Jiddiy odam bo'lib qolgansiz, xarakterlaringiz ham o'zgarib qolgan. iPhone'ingizga yurasiz. Telefon qoraman. Siz ham iPhone olib, lekin iPhone olib o'zgardim, xarakterim ham o'zgardi, yurish turishim, boshdan kuchani haydaydigan bo'ldim. Qo'lingdagi sen ham iPhone olib, xuddi menga o'xshab o'zgar. men iPhone olmayman. Samsungchilar Samsungga sodiq qoladi. Nida bu iPhone oladigan bo'lsa ham xarakterimiz, muomalamizni o'zgartirmaymiz. Samsungchilar Samsungga sodiq qoladi. Men ashaqaman, iPhone olib o'zgardim. Kerak bo'lsa sen ham o'zgar. Zerikib ketdim gaplaringni. Hadlis bo'lib ketadi. O bila tanaligini, o bila iPhone, tanaligini. Ko'zimdan ham tiniq, onasini emsin. iPhone ko'rmaganmisanlar? Oddiy iPhone, matoh. iPhone olib o'zgarib qolgan bolalar haqida. Hayot go'zal. iPhone bilan hayot undan ham go'zal. Aziz, nima gap? Keldingmi? Kecha tog'da iPhone'ingni rasmga tushib oldim. Tashlab bersang, postga bosib yuboraman. Meni iPhone'imda siz rasmingiz bormidi? Tashib bersam, storiyangizga qo'yasizmi? Bo'ldi. Bitta dada desiz tashib beraman. Bez problem, do'stim. Nima deyapsan, Quzumurod? Bitta rasm uchun dada demayman, kallangni ishlatgan. Shu bitta akadek tashib beraman. Lekin qaraginda, qaytishib odammi? iPhone. Oshlar telefoningni beribdi. Yana nimaga? Tashlab bergan rasmlaringni istoriyaga qo'yib yuboray, telefoningni chiroyli chiqadi, stikerlari ham boshqacha, Redmi'ni xunuk chiqyapti. Oshnamash iPhone sen ishlataverma, ishlatma, maza qil sen. Bo'pti, olay. Nima? Bu? Oshna, iPhone'ing beribdi. Yo'q, hech narsa qilmayman. Instagram akkauntim qolib ketibdi, shuni o'chirib yuboray. Voy, oshna, masni ishlatsin. Des côtes, la plaque, Marie-Son, ça décoiffe. La côte, la plaque.